Aziz qarindoshlar, Qur'on Karimning ta'limotiga asosan payg'ambarlardan boshqa barliq insonlar xatolik o'tkazishdan xoli bo'lolmaydi. Inson ekan xatolish ehtimoli har vaqt mavjud, ammo bu xatolik barisi kelmas yo'l yoki ayg'i yo'q halt ko'ch bo'lmasdan har vaqt qaytish imkoniyati bo'lgan irodalik va samimiy insonlarga tuzish orqali dunyo va oxiratini qaytadan qurib chiqish fursati beradigan bir alohidalikka ega. Biz bugun sizlar bilan xatoliklarimizdan qaytishning yo'li, to'g'riliqqa yetaklaydigan angushlar tavba haqida qisqacha to'xtalamiz. Tavba degan nima? Arab tilida xatolikdan qaytish yoki gunohdan yuz o'rish degan ma'noda keladigan tavba so'zi islom shariatida Allohga samimiylik va ixlos bilan yuzlanib turib o'tkazgan xatolik va gunohidan butunlay uzilish va chin qalbidan pushaymon qilib qayta qilmaslikka iroda bog'lashni ko'rsatadi. Alloh taolo Qur'on Karimda ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum va yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ey mu'minlar, Allohga samimiy tavba qilinglar. Umidki Parvardigoringlar sizlarning gunohinglarni yo'q chiqardi. Sizlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi deydi. Tavba faqat aytib qo'ysili bo'ladigan oddiy so'z bo'lmasdan, balki qalbdan chiqqan, harakat bilan tasdiqlangan haqiqiy o'zgarishdir. Tavba orqali inson ruhini yangilaydi va hayotidan yangi bir sahifa ochgan bo'ladi. Alloh taolo yana bir oyatda "Vallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarulloh fastaghfiru lidhunubihim va man yaghfiru adh-dhunuba illa Alloh va lam yusirru ala ma fa'alu va hum ya'lamun." Ular, ya'ni mu'minlar gunoh ishlarni qilib sog'an yoki o'zlariga zulm qilgan vaqtda Allohni yod etib, gunohlar uchun mag'firat talab qiladi. Gunohlarni Allohdan boshqa kim mag'firat qila oladi? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi deydi. Imom G'azali rahimahulloh mundaq deydi: Tavba 3 ishni o'z ichiga oladi. Birinchisi qilgan gunohlarga pushaymon qilish, ikkinchisi bo'lsa hozir qilayotgan gunohlarini darhol to'xtatish, uchinchisi bo'lsa kelgusida u gunohlarni qilmaslikka chin qalbidan bel bog'lash. Bu 3 shart to'liq o'rinlanganda tavba ondan samimiy tavba hisoblanadi. Bu haqda yana Ibn Qayyim rahimahulloh Adam alayhisalom bilan iblis o'xshashla Allohga osiylik qildi. Ammo Adam alayhisalom tavba qilib Allohning mag'firatiga erishdi. Iblis bo'lsa takabburlik qilib la'natga loyiq bo'ldi. Buningdan shuni ko'rilishga bo'ladiki, gunoh qilish gunoh qilmaganga ko'ra yomonroq bo'lsa-mu, tavba qilmaslik gunoh qilgandan taxmi yomondir. Unaqda bir kishi qanday tavba qiladi? Birinchidan, tavba qilmoqchi bo'lgan kishi eng avval qilayotgan gunohini hech ikkilanmasdan darhol to'xtatadi. Chunki gunoh bilan tavba bir yerda birlashamaydi. Payg'ambar alayhisalom gunoh ustida turib mag'firat tilagan kishi o'z Parvardigorini mazoq qilganga o'xshaydi degan. Ikkinchidan, tavba qilmoqchi bo'lgan kishi o'tkazgan gunohiga chin qalbidan pushaymon qiladi. Chunki pushaymon tavbaning jinidir. Pushaymon gunohning qabihligini his qilishdan iborat qalbdagi bir tuyg'u bo'lib, u kishini gunohdan qaytishga undaydi. Payg'ambar alayhisalom pushaymon qilish tavbadir degan. Uchinchidan, tavba qilmoqchi bo'lgan kishi shu gunohni qayta qilmaslikka bel bog'laydi. Bu gunohni ikkinchi qilmaslikka chin qalbidan ahdi berdi. Agar kishining ko'nglida qayta gunoh qilish niyati bo'lsa, bu uning tavbasi emas, balki o'zini aldishi hisoblanadi. Bu haqda Alloh taolo Qur'on Karimda "Ey mu'minlar, Allohga samimiy tavba qilinglar" deydi. Demak, samimiyat va ixlos tavbaning shartidir. To'rtinchidan, tavba qilmoqchi bo'lgan kishining gunohi boshqalarning haqqiga aloqador bo'lsa, uni qaytarish yoki halollik so'rash orqali tavba qilish kerak. Payg'ambar alayhisalom kimning qarindishining izzati yoki mol-mulkiga chetiladigan zulmi bo'lsa, dinar dirham bo'lmaydigan qiyomat kuni kelishdan burun bu dunyoda halollik so'rasin degan. Undaqda biz tavbamizning qabul bo'lganligini qanday bilalaymiz? Aziz qarindoshlar, chin qalbdan qilingan tavba inson hayotiga o'zgarish paydo qiladi. Uning qalbini rohatlatadi. Qalbidagi gunohga intilish tuyg'usini sundirib tashlaydi. Hatto uning o'rniga yaxshilarga intildigan va moyil bo'ladigan, yaxshilik qilib olsa, ko'ngli xursand bo'ladigan bir tuyg'u ato qiladi. Biz tavbamizning qabul bo'lganligini tövendagi bir qancha alomatlardan bila olishimiz mumkin. Birinchisi, tavba qilgandan keyingi hayotimizning tavba qilishdan burungi hayotimizdan taxmi yaxshi va go'zal bo'lib ketishi tavbamizning qabul bo'lganligining ro'shan alomatidir. Chunki yaxshilik inson hayotiga kirgancha hayotimizni go'zallashtirishga boshlaydi. Hatta insonni Allohning mahbub bandalariga aylantirdi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin." Shubhisizki Alloh taolo tavba qiluvchilarni do'st tutadi. Poklanishni yaxshi ko'rganlarni haqiqatan Alloh do'st tutadi deydi.
Ikkinchidan, qalbimizda gunohga nisbatan moyillikning o'rnini yaxshilik va savobga bo'lgan moyillikni olganligi tavbimizning maqbul bo'lganligining alomatlaridan biridir. Gunohni ko'rgan yoki anglagan chog'dagi yirginish va yomon ko'rish qalbimizdagi yaxshilik tuyg'ularining alomati bo'lgandek, bir yaxshilikni ko'rgan chog'dagi rag'bat va talpinishmo qalbimizdagi poklikning alomatidir. Chin tavba qilgan kishi qalbidagi marazning o'rniga mana shunday go'zal tuyg'uni almashtirib olgan bo'ladi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: "Innal hasanati yuzhibna sayyiat, zalika zikra lizzakirin." Shubhisizki, yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yo'yiladi. Bu tushunguchilar uchun vaz nasihatdir. Uchinchidan, chin tavba qilgan kishining qalbi yumshab ketadi. Allohning rahmatini umid qilib qalbi titraydigan, g'azabidan ansirab yig'lay oladigan qalbga ega bo'ladi. Bu mu o kishining tavbasining qabul bo'lganligining alomatidir. Allohning rahmatini umid qilganda qalbning titramasligi, azobidan qo'rqib ko'zimizdan yosh oqmasligi faqat tavbalarimizla emas, nurg'un amallarimizning qabul bo'lmaganligining alomatlaridan bo'lishi mumkin. Maqbul bo'lgan amal insonni yomonlikdan to'saydi. Bir kishining yomonlikni davomlashtirgan holda yaxshi amallarni davom qilganligi, qilgan yaxshi amalining haqiqiy ma'noda elib berilmaganligi yoki qabul bo'lmaganligining ifodasi bo'lsa kerak. Alloh taolo Qur'on Karimda "Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi va aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar va la zikrullohi akbar. Vallohu ya'lamu ma tasna'un." Ey Muhammad alayhissalom, sana vahiy qilingan kitobni, yana Qur'onni tilovat qilgin. Namozni ta'dil arkan bilan o'qigin. Namoz haqiqatan qabih ishlardan va gunohlardan to'sudi. Allohni yod etish hammadan ulug'dir. Allah qilayotgan hamma ishinglarni bilib turadi deydi. Demak, aziz qarindoshlar, chin qalbimizdan qilingan tavba bizning faqat o'tmishimizga aloqador bo'lmasdan, kelgusimizni tuzaydigan, isloh qiladigan amallarimizga ta'sir ko'rsatadigan xususiyatga ega. Shunga payg'ambar alayhisalom men har kuni 100 qatimdan ortiq istig'for aytaman degan ekan. Chunki tavba va istig'for bandiga o'zining ojizligini bildiradi. Rabbining marhamati va rahmatini eslatadi. O'zining ojizligi va Rabbining rahmatini aslab turgan inson Rabbiga ulug'liq va buyuklikni nisbat bergandan keyin o'zining haqiqiy o'rnini topishga tirishadi. Shunga bu tavba har vaqt lozim tutishimiz kerak bo'lgan muhim sifatlardan biridir. Ulug' Alloh hammamizni haqiqiy tavvoblardan bo'lishga nasib qilsin. Tavba va istig'for orqali Allohga yaqinlasha oladigan, shu orqali xatoliklardan saqlanib, to'g'ri yo'lda mang'alaydigan mu'minlardan bo'lishga nasib qilsin.